Bugun challengeimiz 3-kuni men bilan birga qatnashayotgan qizlar sizlarda qalay bo'lyapti, qiynalmayapsizlarmi? Bugun ertalab soat 5 da ko'zimni ochgan bo'lsam ham o'rnimdan turib olish sal qiyinroq bo'ldi. Kecha aytganimdek, taslim bo'lish yo'q. Bilasizlarmi, mashaqqat bilan erishgan har bitta yutug'ingiz sizlar uchun qadrli bo'ladi. Ichimda tur maftuni, tur hozir uxlab qolasan deb qaytaraverib, o'zimga o'zim motivatsiyani berib, turib bomdod namozini o'qib oldim. Kunlik planlarimni ham yozib, Telegram kanalimdagi qizlarga ham ancha-muncha narsalarni tushuntirib, zo'r motivatsiyalarni berdim. Qaranglar, qizlar Mubina bog'chaga ketganda Shohida bitta o'zi o'yinchoqlarni shunaqa taxlab olib, har xil ideyalar qilib o'ynab o'tiradi. Kelinglar, bugun sizlar bilan ozgina baraka va baxt haqida gaplashamiz. Ba'zi insonlar o'ylarkanki, uy-joyim zo'r bo'lsa va pulim ko'p bo'lsa, meni barakam, baxtim ham zo'r bo'ladi deb. Ishonasizlarmi, shunaqa fikrlar 100% noto'g'ri. Kimligini aytmayman, lekin bir vaqtlar oldin bir inson menga juda ham ko'p qaytargandilar. Milliard pul topib boy bo'lginu, lekin seni uyingda na huzur, na halovating bo'lmasa, ham baxting, ham baraking bo'lmaydi. Topgan pullaringni ham hech qanaqa qadr-qiymati bo'lmaydi deb gapirgandilar. Xonadonimizni ham, turmush o'rtog'imizni ham barakasi biza ayollar hisoblanamiz. Biza xonadonimizni pok holatda ushashimiz, farzandlarimizga to'g'ri tarbiya berishimiz, tilimizdan qarg'ish emas, chiroyli duolar chiqishi xonadonimizga kirib kelayotgan barakani yana ham kengroq bo'lishiga hissa qo'shadi. Xonadoni gullab yashnayotgan erkak ko'chaga chiqqanda ham halovatda, ham huzurda bo'lib, topish tutishiga ham baraka kiradi. Har qanaqa vaziyatda ham baxtli va barakali yashash bu o'zimizga bog'liq. Challenge'da qatnashish uchun opisaniyani o'qib, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.